Dadajon, kirlaringiz bo'lsa bersangiz yuvib qo'yaman. Kelin, tavariga tashab qo'yganman. O'g'lim, guzargacha sen bilan chiqib ketib olay. Ha, bo'pti, faqat tezlashing. Qiblagohim buzrukvorim. O'g'lim, onangdan keyin qiynalyapman. Kechasi bilan mazam qochib chiqdi. Uylantirib qo'y. Qani hali bir keliningiz bilan gaplashib ko'raychi, u nimadirkin. Zohidjon uka. O'g'lim o'tib ketdimi? Ha, amaki hozir o'tib ketdilar. Endi men ham uyga borsam. Tinchlikmi dadajon? Meni o'g'lingizga rosa yomonlabsiz. Qizim, nima deb yomonlayapman sizni? Bir chin ovqatingizni qilib bera olmayapmanmi? O'g'lingizga uylanaman debsiz. Ertandan o'laydigan odam, ertaga o'lib ketsangiz butun mol mulkimizga ega chiqib oladimi? Hech qanaqa uylanmaysiz. Biz yoshligimizda bir kosa ovqat itga berilardi. Itchalik. O'g'lim, Ha, dada, tinchlikmi? mayka bitta konserver qo'yib, u divanda matras yo'q. Shunga bitta matras olib kelib qo'ysang. Dada, pul sarflar nima qilasiz? Hozircha boru shuni eplab turing. O'g'lim, o'zimga so'rayotganim yo'q bularda. Ertadangi shu joyda sen yotasan. Men qiynaldim, sen qiynalmagin deyapman-da. Senga o'xshash donolar 5-6 so'm pul topib otangga dars bermagin.